botda yetkazib berish manzilini kiritishni bilmayapman. Videoda tushunarsiz ko'rsatilgan. Yetkazib berish manzilini kiritish uchun avvalo iPost UzBot botimizga kirib olasiz. Mana xuddi shu botga kirib, startni bosasiz. Startni bosganingizdan keyin подтверждение galochka tugmasini bosasiz. Ya'ni iPostni o'zini qonun qoidalari bor, shular bilan tanishib chiqib, keyin tasdiqlash tugmasini bosasiz. Shartlarni o'qish va kanalga obuna bo'lishni bosasiz. Mana ustiga bosib. Nimalar mumkin, nimalar mumkin emas, zakaz berishdan oldin albatta bular bilan tanishib chiqing. Chunki mumkin emas narsalar tovar zakaz qilsangiz, u sizni qo'lingizga yetib kelmaydi. Shundan so'ng albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki hamma yangiliklar mana shu kanalimizda bo'ladi. Podpisatsiya tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lasiz va botga qaytib kelasiz. Shundan so'ng tasdiqlash tugmasini bosasiz. Video instruksiya chiqadi. Video instruksiyani ko'rib, shundan so'ng mana bu menyu bo'limi to'rtburchakning ustiga bosasizlar. Vxод va sistemani ustiga bosasiz knopkani. Nomeringizni yozishni so'raydi. E'tibor bering, +998 deb yozmaysiz, faqatgina kod va o'zingizning telefon nomeringizni yozasiz, kodi bilan birgalikda. Mana yozdik, отправить tugmasini bosasiz. Endi SMS kod keladi avtomatik ravishda va o'sha SMS kodni kiritishingiz kerak. 8064. Ism familiyamizni probel bilan, ya'ni o'rtada joy qoldirgan holda yozishimizni so'rayapti. Mana ism familiyamizni yozib oldik. Endi отправить tugmasini bosamiz. Yetkazib berish manzilini qo'shish uchun mana bu menyuni bosasiz ustiga. Menyuni bosganingizda mana adres dostavka degan joy turibdi, o'shani ustiga bosasiz va endi qo'shish degan knopkani ustiga bosasiz. Agarda siz filiallargacha yetkazib berishni xohlasangiz, topshirish punktigacha yetkazishni belgilaysiz. Uygacha yetkazib berishni xohlasangiz, uygacha yetkazib berish bo'limini tanlaysiz. Hozir topshirish punktigacha yetkazish bo'limini tanlaymiz. Razрешить beramiz. O'zingizga yaqin bo'lgan joyni belgilaysiz. Masalan, mana Sebzorda MU bo'limi menga yaqin, shuni ustiga belgilab olman. Tanlashni bosamiz. Siz o'zingizga yaqin bo'lgan punktni ustiga bosib, mana bu yashil o'shani ustiga bosib tanlaysiz. Agarda uygacha yetkazib berish bo'limini tanlamoqchi bo'lsangiz, uygacha yetkazib berishni bosasiz ustiga, razрешить beramiz. O'zingizning manzilingizni kartadan topishingiz kerak. Kartani yaqinlashtirib, o'zingiz turgan joyni belgilaysiz va manzilni saqlash tugmasini bosasiz. Xuddi shunaqa qilib, uyingizgacha yetkazib berish manzilini tanlamoqchi bo'lsangiz, yetkazish punktini qo'shib qo'yasiz. Botdan ro'yxatdan o'tayotganingizda, start bosganingizda ahamiyat bering, sizda VPN yoqilmagan bo'lishi kerak, bo'lmasa bot ishlamaydi. Manzilni olamiz va uni Xitoy programmalariga kiritamiz. Buning uchun menyuni to'rtburchakni bosasiz ustiga, mana Xitoy manzilimizni bosamiz. Mana bizga Xitoydagi manzilni berdi.